Agar siz academic writingda, ya'ni dissertation, coursework, research paper va hatto oddiy essay yozganda ideyalarga boy bo'lib, boshlanishga qiynalayotgan bo'lsangiz, unda men sizga o'z tajribamdan, ya'ni ustozlarimdan va boshqa ekspertlardan o'rgangan bitta metodni ko'rsataman. Buning uchun biz academic writingga fundament, ya'ni struktura yasashimiz kerak. Ko'p academic writinglarda asosan introduction, body, conclusion bo'ladi. Ya'ni bizda kirish qismi, asosiy qism va xulosa qismi bo'lishi kerak. Biz o'z academic writingimizda struktura qurib olganimizdan keyin xohlagan joyimizdan boshlashimiz mumkin. Ya'ni ideyalarga ko'p bo'lgan joydan boshlashimiz mumkin. Buning uchun biz introductiondan chiroyli boshlashimiz kerak, idealni boshlashimiz kerak deb kutib o'tirishimiz shart emas. Ya'ni sizning ideyangiz body, ya'ni asosiy qismida bo'lsa, shu yerdan boshlaysiz va shu bilan qarabsizki, introduction va conclusion'da ham tugatib qo'ygan bo'lasiz. Albatta, academic writing tuzilmasining har xil turlari bo'ladi va har doim har xil ishlatiladi. Bu haqida boshqa videolarimda tushuntirib o'taman. Bu qisqa video orqali sizga foydamiz yetgan bo'lsa xursandmiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat va akademik sayohatingizga omad tilaymiz.